Diqqat aholiga tezkor xabar. O'zgidromet agentligi haftalik ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Mamlakatimizga qachondan boshlab salqin ob-havo kirib kelishi ma'lum bo'ldi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsizlar. Ushbu videodan to'liqroq xabardor bo'lish uchun iltimos qilgan bo'lar edik. Videoni o'tkazib yubormasdan oxirigacha ko'ring. Ko'rish davomida like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni ham unutmang. Siz shu orqali bizning kichik mehnatimizni qadrlagan bo'lasiz. Diqqat qiling. O'zgidromet haftalik ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Ushbu ish haftasi davomida O'zbekiston hududining katta qismida quruq va asosan kam bulutli ob-havo bo'lishi kutilmoqda. Bu haqida O'zgidromet xabar berdi. Qayd etilishicha, faqat respublikaning shimoliy g'arbiy hududlarida 17 va 19 avgust kunlari ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Ko'pchilik viloyatlarda kunduzgi ob-havo harorati 33-38 daraja atrofida. Janubda ba'zi joylarda 40-43 darajagacha issiq bo'ladi. Harorat kechalari 18-23 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Ushbu hafta davomida shamol tezligi 7-12 metr/sekund tezlikda esadi, ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi, ayrim joylarda esa chang-to'zon bilan kuzatilishi mumkin. Shimolda 21 avgust kuni shamolning kuchayishi darajasi 22-25 metr/sekundgacha yetadi. Hafta davomida poytaxtimiz Toshkentda havo asosan kam bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat bugun kunduzi 35 darajagacha issiq bo'ldi. Ish haftasining oxirigacha esa kechalari 20-23 daraja, kunduz kunlari 35-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Hafta davomida poytaxtimiz Toshkentda shamolning tezligi 3-8 metr/sekund tezlikda esadi, ba'zi joylarda 10-14 metr/sekundgacha, ayrim joylarda esa chang-to'zonlar bilan kuzatilishi mumkin, deyiladi xabarda. Eng so'nggi xabarlarni doimo kuzatib borish uchun like bosing, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.